Tuxumdonlarda kistalar bo'lsa, ularni eko amaliyotidan oldin oldirish kerakmi yoki yo'qmi? Agarda haqiqatdan olinishi shart bo'lgan kistalar bo'lsa, masalan, endometrioidni yoki dermoidni kistalar bo'ladigan bo'lsa, eko amaliyotidan keyin, ya'ni bachadonga embrion qo'yishdan oldin oldirganingiz ma'qul. Agarda eko amaliyotidan oldin kistalar olinadigan bo'lsa, sizdagi tuxumdon zaxirangizni pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Siz stimulyatsiya jarayoniga kirib, tuxumdondagi tuxum hujayralari olingandan keyin, embrionlar hosil bo'lgandan so'ng, siz xirurgik amaliyotga kirib, tuxumdondagi kistalarmi yoki qandaydir o'smalar bo'ladigan bo'lsa, ularni oldirib, 2-3 oy dam olib, ya'ni organizmingiz tayyor bo'lganidan so'ng bachadon ichiga embrion o'tkazishingiz mumkin. Bunday vaziyatda sizda homiladorlik shansi yanada oshishi mumkin bo'ladi.